Qaysi biri kuchli? Redmi Note 15 Pro Plus yoki Poco M8 Pro? Note 15 Pro Plus komplektidan xuddi shunaqa chexol, zaryadlovchi simi va 100 wattli golovkasi chiqadi. Ekrani 683 dyumli AMOLED, 120 Hz yangilanishda ishlaydi. Batareya sig'imi 6500 mAh. Note 15 Pro Plus protsessori Snapdragon 7S Gen 4. Poco M8 Pro komplektidan xuddi shunaqa chexol, zaryadlovchi simi va 100 wattli golovkasi chiqadi. 683 dyumli AMOLED ekran va 120 Hz yangilanishda ishlaydi. Batareya sig'imi 6500 mAh. Poco M8 Pro protsessori Snapdragon 7S Gen 4. Hozir ikkala telefondan qaysi biri PUBG ga birinchi bo'lib kirishini ko'ramiz. Endi ikkala telefonni ham AnTuTu test qilib ko'ramiz va qaysi biri ko'proq ball yig'ishini birgalikda tomosha qilsak bo'ladi. Note 15 Pro Plus 1,51,000 ball yig'di. Poco M8 Pro 924,500 ball yig'di. Ushbu smartfonlarni openshop.uz yoki 71 203 66 60 raqamiga qo'ng'iroq qilib, naqd yoki muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin.